Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana xudo xolasa navbatdagi kotejimiz orasini ham yopishibdi. Bu kotejimiz Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanida bo'ldi. Hozir usta akamiz o'zidan maqsad so'raymiz. Assalomu alaykum, usta aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, kelinglar. Yaxshimisizlar, hurmatli kuzatuvchilar? Ishlar xudo xolasa. Ha, xudo xolasa bitta. Bu ishimiz ham Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanida bitkazib berdik. Bu obyektni kotej orasi. Ko'rib turganlaringizda ustun sarroblari ham, firmalari ham konteyner profilidan bo'lgan. 7 ta firma 2 ta sarrob qilib berganmiz. Tuniki holatiga tayyor bo'libdi-da endi xudo xolasa. Ha, tuniga tayyor. Unda hozir tunigani boshlaymiz. Hozir tunigani qatirib qo'ysak bo'ldi. Biz kotejlarda endi aka necha puldan qatiryapsizlar endi? Necha puldan tayyorlab beryapsizlar? 29 milliondan qilyapmiz hozir shu 3 ta sarrob nimasi bilan. 29 milliondan, ha? Ha, 29 milliondan O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyat bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Agar kimgadir bizning xizmatlar qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Endi bu ishni olgandan keyin nimalar o'zingizdan uyda egasdan nima talab qilasiz aka? Mana shu konteyner temir rekonstruksiyasiga ketadigan hamma temir o'zimizdan, elektrod, bolgarka tosh hamma o'zimizdan, uyda egasidan oziq-ovqat 3 mahal ustalarga yotoq joy qilib beradi, pulni bersa bo'ldi. Tunikani olib kelib bersa, qotirib berishi bonus. Ichida qilib beramiz, chiroyli qilib. Ha, yaxshi aka. Mana uyda egasidan ham xohlasangiz, mana uyda egasidan ham bir to'liqroq kommentariy olsak bo'ladi. Assalomu alaykum aka, tuzingiz qutlug' bo'lsin aka, bitib qolibdi-yu ishlar. Ha, nasib bo'lsa sizga qoldi ishlarimiz mana. Qalay ustalar, ish yo'qdimi aka sizga? Udar. Bir yildan beri qidirib yuribman, YouTube'da kanallarda hammasini ko'rib, ustalarning narx-navosini qiziqib, mana shu ustalar eng arzon, sifatli ishlaygan. Geometriyalarni ham chotki to'g'rilab ketayotgan hammasini. Ha, mayli desa aka, o'zingizga nasib qilgan bo'lsin aka, mana. Rahmat. Hozir yana bitta uyimiz bor, endi nasib bo'lsa yana bir 3 kun 4 kunda o'shanga uni ham boshlaymiz, xudo xolasa. Ha, yaxshi. zakazni ham. Boshqa joyda ko'rdim, bir ikkita joyda kotejlarda 6 ta ferma qo'yib ketgan. Bu yoqqa bular 7 ta ferma qo'ygan. Mana hurmatli Fermasi ko'p bo'lsa, baribir kuchliroq bo'ladi-da. Hurmatli obunachilar, pastga nomerlarni yozib qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Hammalarga rahmat.